İnsofli bola bormisiz? Ya assalomu alaykum. Hüseyin aka yetib oldingiz aka. Bugun bor ishlaring like-ni bosib, pattishkani qilib turishadi aka. 500 ta like yig'amiz aka. Bitta chiroyli qo'zi mendan. Sizdan 500 ta like yig'ib qo'yishadi lekin. Qo'yib ko'p emas aka. 15 minut 16 minut video qilamiz aka. Videoni oxirigacha ko'rishsin aka. Videoni oxirigacha ko'rib bitta like shunday bosib qo'yishadi aka. 500-chi like-ni men bosdim deb shunday alaqasini aka 500 ta like bo'ladi aka. Bitta qo'zi sizdan chiqaramiz akalar 500 ta like yig'ib qoldi, xudo xolosa obunachilar. Xudo xolosa pattishkani qilib tursin, tamom aka. Like bossin, like dan boshqa hech bo'la kerak emas. Boshlardingmi bo'lmasam? Ekazak, lop bo'g'izlarim kelgan aka. Oxirigacha ko'rishsin aka, oxiri partiyada chiqarib beraman. Boshlardingmi bo'lmasam? Ular ko'rsatadi. Boshladik akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari va mana bunaqangi toza isori deysizmi, arashan deysizmi, hammasidan kelibdi bugun. Akalar, bugun hafta kuniga 13-yanvar seshanba kuni erta tongdan xudo xolasa akalar sizlar uchun insofli boladan chiqadi. Ya assalomu alaykum ashaddiy obunachilarim. Hüseyin aka, assalomu alaykum aka. Bormisiz aka? Yetib oldingizmi aka? Siz bilan ko'rishishdan baxt bo'lib ketyapti aka. Obunachilar so'rashyapti, insofli boladan chiqarasizmi yo'qmi deb. 2 marta video oldi aka, o'shandan beri siz bilan salkam bir haftadan ko'rishganimiz yo'qmiz aka. Kelimda qo'yim bo'lmasa ham deb. Nima bo'ldi? Qo'y olib kelmay qo'ydingizmi? Aka, xudo xolasa bari 400 bosh qo'y kelgan aka. 400 bosh. Qo'yni zo'ri kelgan obunachilarimiz bari like-ni bosib tursa, xudo xolasa bugun hammasini sho'y aka, xudo xolasa ko'p qo'y video qilmaymiz aka. Tayyor. Tayyorlarini ozgina chiroyli qilib ma'lumotini beramiz akalar. Mana qo'ylar akalar, haqiqiy shu nima desa bo'ladi? Qo'ylari tozalari kelgan. Tozalari kelgan. Haqiqiy bu o'rtaroqqa juda inachi qo'yladi. Ko'rinsin bu qo'ylar, chiroyli narsalar ekan. Mana jonivor, haqiqiy tozalaridan mana Yubitirlari kelgan aka, qo'ydi. Qo'yladi, qarang akalar. Papalaridan deydi aka, qo'ydi. Jonivor, haqiqiy ash qo'yingiz bor-ku, insofli bola, mana ash qo'y. Toza yuzlariga qarang akalar, hammasi toza narsalar ekan. Mo qarang, jonivorni qarang. Mana. Bo'yi ham aka 85 atrofida. Bo'yi ham 85. Bo'g'ozliklari aka, naq bo'g'oz mo. Nima deyapti bu? Ektish. Birinchi qoringa tug'adi varianti. Yosh, zo'rini birinchi partiyaga chiqaradi aka. O'sha zo'rini chiqardim aka. Dollarrami ham, so'mrami ham, hammadan kelgan aka. Aka, hammasi bo'g'oza bu yerda. Hammasi bo'g'oz aka, xudo xolasa. Hammasi yetik bo'g'oz jonivorlar. Aka, lekin ash mana bitta qo'y, haqiqatdan hammasidan katta vash ektish aka. Haqiqiy tishlari yosh. Nima desa bo'ladi? Haqiqiy tozalaridan kelibdi bugunga. Vobshe yubitirlari kelgan aka. Mana akalar. Jonivor, haqiqiy mana ichida bitta tozalaridan hammasi. Jonivor, haqiqiy. Obunachilarimiz bor-ku. Yuzlari ham Vobshe bo'lib ketishadi mana qo'yni oldira kelib ko'rishsa aka. 10 dona ekan o'zi insofli bola. 10 dona aka. Ozgina aka. 20 ta chiqarib olib aka, mana 10 tani tanlama demayman aka. 10 ta zo'rin aka, o'zimga haqqamni bo'g'ozim chiqarib qo'yganman aka. Haqiqatdan tozalaridan aka. Nima deyapti bu? Nima deyapti akalar? Akalar, jonivordan nima deyapti? Tozalardan. Xo'p, yoshlari birinchi, ikkinchi qorinmi? Birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz. Birinchi, ikkinchi. Birinchi emas, ikkinchi, uchinchi qoringa. Ikkinchi, uchinchi asosan a. Bitta ekitishimiz birinchi qoringa. Bitta ekitish birinchi qoringa tug'adigan variantidan akalar. Mana jonivorlar toza narsalar ekan lekaga. Buni o'zi qarang aka. Tonini qarang, jonivorda aka. Haqiqiy sifati ham, razrezlari ham qarang akalar. Nima deyapti? 4 tishimi bu? 4 tish aka. Jonivor, mana qo'ydi qarang akalar. O'sha lugitirlaridan boqaman degan hojakalarimiz aka. Insofli bola bo'ylarini nechiga beramiz? O'pshi. Xo'p, 85 ham chiqadi aka bo'yi. 85 chiqadi, ha. 80 ga beramiz aka. Buni o'zi ham ko'rsating, mo, qarang, jonivor. Mana qarang. Tozasini olaman, zo'rini olaman deb yuradingizmi inshaalloh? Mana kelib qoldi shu bugunga. Bu ham to'tish aka. Aytdim-ku, qo'yni zo'ri kelgan. Qo'ylar hali hammasi yosh variantidan ekan, lekin akalar. Bitta ko'k bo'ri ham bor mana. Qo'ylar juda ham chors variant ekan. Chors qo'y aka. Nima deyapti? 4 tish aka. 4 tish. Haqiqatda bugunga insofli bola siz qo'ylarni yoshlarini, yaxshilarini terib kelib qo'yibsiz.
Bir yil 2 yil baqib aka yo'qotadigan qo'ylar emasda aka. 5 yil 6 yil bolasini xotirjam. qo'yadigan qo'ylar aka. Lekin mashq qo'ylar to'g'risi. Qarang aka, janovorni qarang. Dumba razrezlarini qarang akalar. Belni qarang kattaligini. Mana nima deyapti jonivor? Haqiqiy shu maza qilib boqadiganda qo'ying bormi desa xotirjam ko'rsatib Shamol beradi. tishga chiqardi aka. 6 tishga, 3-chi qoringa bo'g'oz. Hammasini tishi naq nima desa bo'ladi? Yemini yeb turgan, qarovsi qolib ketmagan. Hammasi voy. holati ideal. Holati o'ta zo'r. Bunaqa standart qilib to'plab olmaydi aka. To'plab olmaydi. Bitta obunachimizga berasiz, insofli bola chiqishadi, xudo xolasa. Mana. Insofli bola buni narxi nechik bo'ladigan qilib. Xalqqa tushadigan qilib, insofli bola. Ko'rdingiz, naridan so'radi hozir aka. Siz borib, anchadanmi chiqqaningiz yo bugun narx sindirib bermasangiz. Zo'rini olib kelaman deb aka o'zim ham o'ylaganim yo'q edi aka. Yo'l bekildi aka. Ha. Uni bitta Hoji buvamga berdim aka. Ha. 2 oy oldin aka. Ha. 2 oy oldin berdim aka. Mana jonivorlar. Endi qochqanda berdim aka. Ha. Qo'ylarim aka 2-3 kunda tug'maydi aka. Ha. Lekin ichida bor bo'g'oz. 2-2,5 oy oldin berdim aka. Hop, hammani tagi naq bo'lyapti aka. Ko'chi yotibdi elim aka. Ha. Xudo xolasa aka bir 3,5 oyda tug'ib beradi hammasi aka. Hammasi. Buni aka aldash kerak yo'qda aka. Ha. Bu ertaga tug'adi desangiz ham aka ertaga tug'ib qo'ymaydi bu. To'ppa to'g'ri gap. Hop, 3 oy ag'bag'da tug'ib beradi aka. Hop, bugun siz YouTube'ga chiqqaningizni o'sha his qilish kerak. Anchadanmi chiqmayapsiz, aybingizni yuvishingiz kerak. Nech puldan? Narxni sindiring. 6,5 milliondan beraman aka bir joyga. Bo'ladigan qilib, insofli bola kelishtiring, sizga yarashmaydi buni. Anchadan beri chiqqaningiz yo'q. 6,5 milliondan aka. Odamlar 7,5 milliondan qo'yapti aka bu qo'ylarni. Insofli bola endi bu narx sizga to'g'ri kelmayapti-da. Kelishtirib bering endi sen. Optimal uchadi bitta obunachimiz. 6,5 milliondan o'zingiz xolis gapiring aka. Arzonmi qimmatmi? 6,5 dan endi biz 7 milliondan ham chiqaryapmiz mana shunaqa qo'yiladi. Aka mana o'zingiz Lekin aka. endi ulardan sizni ancha farqingiz bor. Siz anchadanmi chiqib yurgan odamsiz. Restoronda siz odamlar kichkina qo'zini qo'yapti 5 milliondan aka. Qo'yyapti. Bu aka katta bo'g'oz, naq bo'g'oz qo'ylar aka men 6,5 milliondan qo'ysam aka yomon emas-da aka. Dangal o'tib bering bo'pti. 200 ming so'mdan o'tib beraman aka 2 million. 6 milliondan optimiga ketdi. Insofli bola, gapimni eshitib turing. Plyus minusini donaga o'zingiz kelishib ol. Bor aka, akalar mana. Nima deyapti? 6 million so'mdan lekin haqiqatda siz borib arzon bo'lgan bo'lsa, kelmaganingizga ham jahlim chiqib ketdi aka. Bugun nima desangiz aka obunachilar siz qo'ngilyapti YouTube'ga. Insofli bola sen nima Husayn kanaliga chiqmayapsan. Aka bugun chiqaman, YouTube bor, men chiqqanimda his qiladi. His qilish kerak o'sha insofli bola. Instagram, WhatsApp bor, Telegram portlaydi aka bugun. Portlaydi. Haqiqatda mana akalar. Portlataman dedi-yu aka. Mana haqiqatda insofli bola narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyaga insofli bola otangga rahmat deb ketish esdan chiqmasin. Like'ni bosib turing inshaalloh. Xudo xolasa bundan-da arzonlari hali oldinda. Insofli bola, bundan keyingi partiyalarimizga ham bormi? Keyingi partiyalarimizga bor, ekazaqchilari kelgan aka. Ekazaqchi variantlari kelgan. Mana akalar. Videoni o'tkazib yubormasdan, erinmasdan oxirigacha ko'rib turing. Xudo xolasa narxi qulay bo'ladi akalar. Shunchalik qilib qo'yib beryapman Husayn aka. Bunga bitta like bosib qo'yishmayapti aka. Like'ni bosishadi, hoji akam. Qarab o'tiribdilar, like'ni bosib qo'ydilar. Aka, bitta like'ni bosib qo'yaveram aka, sizdan hech bola ketmaydi aka. Insofli bola gaziga bos degan gap bo'ladi o'sha bitta like'ingiz aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, yozib qo'yishadi. bo'lmasam ikkinchi partiyalarimizga o'tamiz aka. Lekin tanlab olaman desa aka 6 million 300 ming so'mdan beraman aka. 300 ming plyusi bor akalar, lekin haqiqatan mana qo'ylarda 6 million olaman desangiz bermaydi-da. Aka bozorda ash qo'ydi aka. Xolis gapiring 6,5 millionga beradimi aka? Bermaydi aka. 63 ga beraman aka. Bo'ldi, 300 ming plyusini berasiz, xohlaganingizni tanlab oling akalar. Lekin bitta olaman desa emas aka, 5 ta olaman. 5 ta olaman desa. Hop, 6 ta sariq ko'klari bor aka. Ha. 6 ta olaman desa 63 dan beraman. Ketdi jonivorlar, mana. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqinglar, ishlaring bitadi. Xudo xolasa akalar, biz bu odamni ishini bitiraman. Ikkinchi partiyalarimizga o'tamiz. Insofli bola, bugungi qo'ylarni haqiqat tozalardan yig'ishtirib kelibsiz-a? Aka qo'ydi bor, hamma yoq orqasi ham oldi ham hamma kelishganlari kelgan aka. Hamma yo'g'i udor-udorlardan kelgan. Suyak katta qo'ylar aka. Haqiqatda mana buni tonini qarang akalar. Egizakchi dedingizmi mana shuni? Xo'p aka. Nechta egizakchisi bor? 4 egizakchisi bor aka. Mana bash bel yashillar bor aka. Ha, 1 2 3 to'rttasi, ha. 4tasi aka.
Ekazatchi qo'ylar aka. Mana akalar, haqiqatda Ekazat tug'ib yurgan aka, uni sariq ham ekazatchi aka. mana sarig'ami? Ha, sariq. Sariq ham ekizakchi ekan akalar. Mana nima deyapti? Suyagi вообще silishkim katta narsalar aka. Suyagi haqiqiy bor narsalar ekan. Ikkinchi partiyamizga Ikkinchi Soni nechi bosh? Xo'p, soni 9 dona aka bo'ladi. 9 dona. Ha. Haqiqatda Soni yaxshilardan. ko'p qo'ydi aka. Tulpon qilish olsan aka, nechta kerak bo'lsa ishlarni bitiraman aka. Narxi arzonmi? Narxi o'ta arzon bo'ladi. Xo'p, yoshlari qanaqa endi buni insofli bola? Yoshlari aka, xo'p. 4-6 qo'ylar aka. 4-6. Birinchi, ikkinchi qoringa tug'adigan variantidan. Shunaqa. Jonivorlar, haqiqiy Ikkinchi, uchinchi qoringa aka, birinchi. jonivorlar, tozasi. Ikkinchi, uchinchi qoringa. Ikkinchi, uchinchi qoringa ekan. Jonivorlar suyagini katta. Suyagi yirik, hammasi Kadumba aka. sifati bor, joyida narsalar. Endi bo'ylarini nechiga beramiz? 80 plyusga olsin aka. 80 plyusga olsin. Xohlasa aka 80 plyus minusga olsin aka. Men shunaqa bo'laman aka. Plyus minusga olsin insofli bola. Buni narxi qanaqa endi? Narxim aka o'ta arzon. O'ta yengil qo'yib bering, qo'ylaringiz tugab ketsin. Insofli bola, men oldim deysin telefon qilib, tortishmasdan. Aynan deyshadi aka, o'zim men narx qo'ysam aka, qo'ydan o'tib ber deyishmay telefon qilib aka. Sendaq arzonchisi yo'q ekan deb berishadi-da. Gaziga bos, ota-onaga ming rahmat deyshadi. Ushlaqa narx bo'lsin, bitta ayting, sindirib ayting. Ha, uyimizga qo'yyapti aka. qo'yyapti. Qo'yyapti aka. Hozir. Haqiqiy. Hop, tekis sag'bag'ida qo'ramda qo'yib turibdi aka. Yana kelyapti aka. Xudo xolasa aka, qo'ydi soni o'ta serob aka. Hammasini chiqarib bera olmaymiz. Qo'ldan kelgancha endi bunday qilib aka, beliga rangpang serob aka. Hop, aynan qilib chiqarib beramiz aka. chiroyli chiqarib beramiz, xudo Qo'ramda xolasa. qo'yib ko'p aka. Haligi uni mehnatini qilib qarab. Ha. O'zingiz ish ko'p aka buni ham. Nech pul narxini kelishib qo'ya Arzon qolaylik. qilib chiqarib beraymi aka? Hop, bo'ladi aka. 9 dona soni aka. Soni 9 dona. 9 donani aka bir joyga olaman. Bo'ladiganini desa aka 5,5 milliondan beraman aka. Ya, dangal o'ting bo'l. So'ram kelmay qoldi. Dangal bitta o'ting bo'l. 5,5 milliondan aka arzonmi aka? 5,5 milliondan arzon, insofli bola. Siz bugun kanalda endi chiqishni boshladingiz. Ko'rinmay ketadimiz anchadan beri. Yo'lda aka aybimiz yuvamiz. 100 million Aybimiz- bersam bo'ladimi aka? 200 o'taylik 5 million 300 mi? 5 million 200 mi? 5 million aka. 5 million 400 mingdan qilib beraman aka. Bo'pti 5 million 300 dan yengil barakasini uzun. 5 million 300 mingdan bir joyga jo'natib ber desang, sotdim aka qo'ydi aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Like Like bosib turing inshaalloh, xudo xolasa. 5 million 400 mingdan olsin aka, 100 ming plyus aka. 3dan 4 egizakchisi bor aka. 4 dona aka. 5 million 400 ming so'mdan egizakchilar Hamma kim ketdi. qo'l tashangda aka, hamma bir joyga tortaman desa aka 52 dan beraman. 5 million 200 dan. Tulponsin dilim ketdi desa aka 5 million 100 mingdan. Joni sog' bo'lsin akalar. Nima deyapti? Haqiqatda bugun insofli bola narxladi. Arzon qo'ygan bo'lsa bitta kommentariy yozgach esdan chiqmasin. Arzon bo'lsa arzon desin, qimmat bo'lsa qimmat desa aka, lekin yurakda yozsin. Bu yurakdan emas. Komment yozib ketishadi, insofli bola. Xudo xolasa narxlar bugunga yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Mana akalar. Aka mana 2 qo'ydi aka 6 milliondan topa olishmaydi bozorda. Haqiqatda 5 million qiyin akalar, jonivorlar. O'zib go'shagan mart dagari tilponsa aka sotildi qo'y. Sotildi qo'y, jonivor. Uyiga jo'natib beraman. Endi insofli bola bugunga shulara. Bugunga mana shular aka, ertaga ham kelasiz aka, ertaga ham aka. Ertaga ham. Bundan buyog'iga har ikki kunda chiqib turasiz. Har ikki kunda emas aka, har kuni chiqamiz. Har kuni chiqasizmi? Har kuni chiqamiz aka, xudo xolasa aka. Qo'yim tugab qolmasa aka, har kuni chiqaman xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, shunchalik qilib chiqib beraman deyapman aka, lekin like-ni bosib, padishkani qilib qo'yishdan aka. Xo'p, nechta like yig'sa, nechta qanaqa badargalaringiz bor? Aka, mana shu video emas aka. Tilimga javob aka, otam dilima aka. Og'zimdan chiqqan gapga javob beraman aka. 500 ta like yig'sa aka, bitta chiroyli qo'zi beraman aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, 500 ta like yig'ib qo'yinglar, xudo xolasa. Chiqaramiz, hurmatli obunachilar. Mana 500 ta like bitta qo'zi akalar. Mana. Tamom. Jonivorlar. Endi bo'lmasam akalar, bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.